Yangi 12 mo'yka qilib kelyapti. Xotin eshikni och yomg'ir yog'vorda. Endi mana uni tepasiga salapani olib chiqib o'rab qo'yaylik. Mashinani itaralib yuvdim. Hozir mana yerda loy bo'lib ketmasin deb vahima qilib xotinni shashirib qo'qitish kerak. Yo do'stlar, sahnangizga olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz yomg'ir qor tushmaydi. Nimaga? Lexanli navbati zo'rini qilib qo'yishibdi. Endi xohlasangiz do'stlar so'ri qo'yib ota-ona bilan o'tiring, xohlasangiz mashinangizni olib kelib qo'ying. Mo'ykaga sarflangan pulingiz ham yoningizga qolib ketadi. Eng qizig'i, ayollaringiz ham shiprovib, bezovta bo'lib ketmaydigan bo'ladi. Do'stlar qaranglar, Lexanli navbati 15 yil garantiya Lexanga zavodni o'zidan. Do'stlar, profillar 8 ga 8 qalinidan, hammasi gulli qilib qilingan. Qirmalar do'stlar, tevalariga qarang, xuddi shunaqa gullar bilan qilishgan. Darvozani ham gulli qilgan, hatto mana bunaqa ushlab chiqadigan qirmasini ham lazer fasonda qilgan do'stlar. Ya'ni hammasi dekorativniy bo'lgan do'stlar. Bitta travertingni ursa uyingiz yonadi, borib vasha maza qilib yuborasiz o'zingiz ham. Agar siz ham do'stlar xuddi mana shunaqa navbas qildirmoqchi bo'lsangiz, bu 550 ming so'mga hamma rasvoti ichida bo'lib tushgan ekan. Endi agar do'stlar arzonrog'i bormi deydiganlar, 350 dan boshlanadi. Pastga nomerini qo'ydim, aloqaga chiqaring. Yangi mashinangiz mo'ykasi bilan tiniq turadi.